Soliq kodeksi 17-moddasi soliqlar va yig'imlarning turlari. Mana 17-moddaga yetib keldik. Bu yerda nechta soliq turi va yig'im turlari aniq keltirilgan va aynan shu soliq va yig'im turlarini soliq kodeksi tartibga soladi. Demak, bular birinchisi qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, yer qa'ridan foydalanganligi uchun soliq, foydali qazilmalarni qazib olganligi uchun maxsus renta solig'i, suv resurslaridan foydalanganligi uchun soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijtimoiy soliq. Demak, mana 9 ta soliq turi bor. 5+1 ni hisobga oladigan bo'lsak, 9 + 1 umumiy holatda olganda 10 ta soliq turi mavjud. Demak, bu soliq turlarini agar biz tasniflaydigan bo'lsak, makro tasniflaydigan bo'lsak, daromad soliqlari bu foyda solig'i va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Yuridik shaxslar to'laydi foyda solig'ini, jismoniy shaxslar esa jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'laydi. Iste'mol soliqlari esa qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz, yer qa'ridan foydalanganligi uchun soliq, foydali qazilmalarni qazib olganligi uchun maxsus renta solig'i, suv resurslaridan foydalanganligi uchun soliq va ijtimoiy soliqlar. Iste'mol soliqlari qaysiki siz aylanmani amalga oshirsangiz, shundagina ushbu soliqlar yuzaga keladi. Endi aktivlar bo'yicha soliqlar mol-mulk solig'i, yer solig'i. Bunda jismoniy shaxslar ham, yuridik shaxslar ham to'laydi. Jismoniy shaxslar mana iste'mol soliqlarini to'lamaydi. O'zi yakuniy to'lovchi hisoblanadi qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i uchun. Lekin soliqni o'zini bevosita byudjet tizimiga to'lash majburiyati yuridik shaxslarga yuklatilganligi uchun, ya'ni bilvosita soliqlar bo'lganligi uchun bu yerda aksiz va qo'shilgan qiymat solig'i bu yerda shu ma'noda nazarda tutilgan, ya'ni byudjet tizimiga to'lash ma'nosida nazarda tutilgan. Endi soliqlarni mana bu sxemaga joylashtirish mumkin. Mana shu ketma-ketlikda maxsus qismda, ya'ni ikkinchi qism maxsus qismda, soliq kodeksining maxsus qismida har bitta soliq turiga qanday hisoblaniladi, soliq to'lovchilari kimlar, bazasi qanday to'liq ma'lumotlar berilgan va bu mana qo'shilgan qiymat solig'i 237-282 moddalarda, aksiz solig'i 283-293, foyda solig'i 294-263 da, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, yer qa'ridan mana xuddi shunday tartibda ko'rib o'tiladi. Ijtimoiy soliq ham bor mana bu yerda. Demak, mana soliq turlari mana maxsus qismda barchasi ko'rib o'tiladi. Endi yig'imlar. O'zbekiston Respublikasi hududida yig'imlar belgilanishi mumkin. Yig'imlarni joriy etish, hisoblab chiqarish va to'lash tartibi ushbu kodeksda hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan. Yig'imlarga misol qilib, mana chet davlatlar avtotransport vositalarining O'zbekiston Respublikasi hududiga kirganligi va uning hududi orqali tranziti uchun yig'imni, yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan yuqori bo'lgan yuk avtotransporti vositalari va tirkamalarning avtomobil yo'llari bo'ylab harakatlanish huquqi uchun yig'imni, alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi uchun yig'imlarni, pivo va pivo ichimliklari bilan chakana savdo qilish uchun yig'imni hamda tamaki mahsulotlari bilan chakana savdo qilish huquqi uchun yig'imni hisoblab chiqarish va to'lash tartibi ushbu kodeks bilan tartibga solinadi. Mana faqat mana shu yig'imlar soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. Buni mana soliq kodeksining 455 va 460-moddalarida yig'imlar haqida qisqacha tushuntirish berib o'tilgan. Bu aynan o'sha moddalarni sharhlash davomida bularni yana ko'rib o'tamiz. Demak, yig'im turlari shular. Davlat bojini hisoblab chiqarish va undirish tartibi davlat boji to'g'risidagi qonunchilikda belgilanadi. Endi buxgalteriyada tovarlarni import qilinganda davlat bojlari ham hisoblanish holatlari bor. Endi davlat bojini hisoblash tartibi bojxona kodeksi asosida amalga oshiriladi. Yana boshqa yig'imlar bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekiston Respublikasi hududida turistik mehmonxona yig'im bo'lishi mumkin. Bu Vazirlar Mahkamasining
2022 yil 25-avgustdagi 475-sonli qaror yoki yana ijro yig'imlari bo'lishi mumkin. Bular alohida o'zi belgilangan organlar tomonidan yig'iladi. Masalan, bojxonada o'zining qonunchiligi asosida amalga oshiriladi. Endi mana 2023-yil yanvar oyida budjetga tushumlar salmog'i bo'yicha mana oladigan bu qo'shimcha ma'lumot sifatida keltirilgan. Ya'ni bu yerda qo'shilgan qiymat solig'i asosiy qismni budjetda 2023-yil yanvar oyida asosiy tushum qo'shilgan qiymat solig'idan bo'lganligi mana 28%. Bu 3336 milliard so'mni tashkil etyapti. Demak 3 trillion 336 milliard so'mlik mablag' qo'shilgan qiymat solig'idan tushgan budjetga. Ikkinchi o'rinda foyda solig'i. Mana xuddi shunday tartibda soliqlarni ulushini ko'rish mumkin. Demak, har doim ham qo'shilgan qiymat solig'i yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib turgan budjetning asosiy to'ldiruvchi soliq qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanadi. 17-modda bo'yicha shular qisqacha. Endi bu har bitta soliq turi va yig'im turlarini maxsus qismda yana to'liqroq ko'rib o'tamiz.